Assalomu alaykum vatandoshlarim. Murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga. O'zbekiston Respublikasi administratsiya rahbari Saida Shavkatovnaga. O'zbekiston Respublikasi prokurori Nigmatulla Yuldashevga. Men Andijon viloyati, Andijon shaharidan murojaat qilyapman. Bir necha marotaba murojaat qildim. Andijon viloyati prokurori soxta hujjat bilan men kreditimni yopgan bo'lsam-da binoyimni auksionda sottirgan. Usanov Damir nazoratida sotilgan bino uchun kelib tushgan pulni noqonuniy tarzda majburiy ijro bankka, MChJ hisob raqamiga, soliqqa pullarni o'tkazib yuborgan. Bank tomonidan puli soliq majburiy ijroga qaytdi. Hisob raqamidagi pul qaytdi. Binoyimni joyiga qo'yib berishsin. Nima degan narsa bu? Hozir qarang. Auksion g'olibi mendan $4000 olib binoyingizni qaytarib beraman, men nomimga o'tkazsin deb meni ishontirib binoyim auksionda pulni MChJga tushirishini so'raganda men rozi bo'lmaganman, ishonmaganman. Lekin majburiy ijro rahbari 17-bo'lim, prokuratura 17-bo'lim rahbari chaqirishib pulni MChJga o'tkazamiz, binoda auksion g'olibiga beramiz, pulni auksion g'olibiga qaytarib berasiz, bino sizga o'tkazib beradi deb meni ishontirishdi. Men rozi bo'lmadim. Ertasi kuni viloyat prokurori chaqirdi. Viloyat prokurori go'yoki menga yaxshilik qilgan bo'lib, aka, sizni binoyingiz ketib qolmasin deb qilyapmiz buni. Pulni MChJga o'tkazadi. Nima men ijrochini chaqirib tergov qilishim kerakmi? Auksion g'olibi puli 1 yil yotdi. Ariza yozsa shtarab to'layman. Dedim, men shunda aytdim, men kreditni qoplab bo'lganman dedim. Meni majburiyatim bajarilib bo'lgan dedim. Desam, ijrochiga aytayapti, ijro boshlig'iga, pulni bankka o'tkazasan deyapti. Shunda men viloyat prokurori binoni g'olibni nomiga o'tkazib, menga qaytarib o'tkazib berishiga ishondim gapiga. U viloyat prokurori u kichkina ko'chadagi oddiy odam emas. Yo uchastkovoy militsiya emas u ya. Gapiga ishondim. O'tkazgandan keyin auksion g'olibiga pulingni ol desam, ana mana deb har xil vaj qilib cho'zib turib, MChJm ta'sischisi mulkini egasini oldiga kelib, xohlasang sotib ol, 100 ming ber debdi. $50,000 ustiga so'rayapti. Shu holatni men viloyat prokurori qabuliga kirib aytsam, so'ragan pulini bering deyapti. Nech pulligini bilmagan. Shu bo'yicha men achchig'im kelib ijtimoiy tarmoqda chiqishni boshladim. Meni Andijon prokuraturasiga, viloyat prokuraturasiga chaqirishdi, telefon qilib, Toshkentga kelib respublika prokuraturasiga kirdim. O'zimni yoqib yorishgacha bordim. Bu narsa oxiri yaxshilikman tugamaydi. Hurmatli prezident Shavkat Miromonovich, o'zingiz nazoratingizga olmasangiz bu yerda juda katta odam aralashyapti. Viloyat prokurori shamol tezligida bajardi bu ishni. Shamol tezligida go'yoki men uchun qilayotgandek o'zini ko'rsatib turib. Men yosh bola emasman, 62 ga kirdim hozir. Bularda harakatidanla bilaman nima qilmoqchi bo'layotganligini. Viloyat prokurori meni chaqirib, mendan 4000 olgan auksion g'olibiga jinoyat ishi qo'zg'attirdi. 168-2siman. Rahmat bunga. $50,000 so'raganini eshitib, buni tagida boshqa ish borligini aytganimdan keyin jinoyat ishi qo'zg'atdi. Qo'zg'atganiga 10-15 kun bo'lyapti. Hali bitta tergov chaqirgan yo'q. Bugun borib auksion g'olibi binoga borib ijarachilardan men sotib olganman, mana hujjatim deb pul olibdi. Jinoyat ishi qo'zg'alganini nazariga ilmabdi. Sababi u menga aytayapti, $30,000 sarflab qo'ydim bu ishga to'g'rilagani deyapti. Kim olgan 30 mingni?
Kim turibdi orqasida? Nima qanday tushunsa bo'ladi buni? Bu O'zbekiston davlatida biz ham fuqarosimiz. Yo biz ham 30 ming qayergadir sarflashimiz kerakmi? Kimga sarflashimiz kerak? Buni xalqi beringlar buni. Nima degan gap bu? Bitta narsani xalqi bera olmasanglar, butun boshli prokuratura, Andijon viloyat prokuraturasi. Nima degan gap bu? Yillardan beri sudralib keladi arizalarim. Hurmatli Respublika prokurori Nigmatulla Yuldashev, meni murojaatlarimni respublikaga olib kelib o'rgan bering. Nimasi muammo olib kelib o'rganishdi? Noto'g'ri bo'lsam, noto'g'risan deng. Men ariza yozmay, diqqat olmay, murojaat qilib chiqmay. Nimaga bu odamni qiynash? Maqsad nima o'zi? Maqsad. Men pramo efir qilyapman. Chaqirgan yeringlarga boraman, hujjat bilan isbotlab beraman. Nima degan narsa? Nima qilishimiz kerak? Aytinglar, yo'l ko'rsatinglar bo'pti. Nima qilishimiz kerak? Nima jinoyat qilishim kerakmi? Qanday firibgarlarni deb jinoyatga qo'l urishim kerakmi? Men ularman o'zimni teng qilmayman. Men pul uchun burdimni, g'ururimni sotadigan inson emasman. Sutxo'r emasman men. Sutxo'rlarni himoya qilib yotibdi Usanov Damir. Chora ko'rmaysizlar, o'rgansin, o'rganyapman deydi. Yo demabdi deb yopadi narsalarni. O'rgansin, hammamiz bir insonmiz, bir xil yaralganmiz, bir xil ketamiz. 2 metr ashi suribda ketamiz. Hech kim ishtimab keta olmaydi. Alloh hammasini ko'rib turibdi. Adolat degan narsa bir odil turish kerak, bir rahbar degan odam. Nima bo'lganda ham odil turish kerak. Kim aytadi, kim bosim qilgan bo'lsa ham Andijon viloyati prokurori Murodullo Tagayevich yaxshi odamsiz. Ko'nglingiz bo'shligidan shu ahvollarga kelib shunaqa gaplar eshitishlikka o'zingiz sababchisiz. Bo'lgan narsalarni aytayapman. Birortasi yolg'on bo'lsa ayting menga. Kichkina odam emassiz aka. Siz ham bola chaqangiz bor. Ertaga kimi boshiga bunaqa kunlar tushadi, Xudo biladi. Indamay ketaverishim kerakmi? Bo'pti, buni tanishi ko'p ekan, puli ko'p ekan, sarflab mana qilyapti deb. Yo'q, hech qachon. Meni bola chaqam ham bor orqamda qoladigan. Bolalarim ham xuddi shunaqa kunda boshiga tushishini xohlamayman. Jonimni tikaman. Nima bo'lsam bo'laman. Xalqi beringlar qonuniy. Bitta oilani hayoti barbod bo'lmasin. Murodullo Tagayevich kim qilayotgan bo'lsa, sizga kim aytayotgan bo'lsa ham eshittirib qo'ying shu odamga. Men bo'pti deydigan bo'lib o'limdan qo'rqadigan odam emasman men. Bir boshqa bir o'lim. Vaqt kelganda o'lamiz. 60 dan o'tdik. Xudo biladi, ertaga ajalimiz kelsa ertaga o'lamiz. Lekin bunaqa adolatsizlikni tashab qo'yib ketmayman. Oxirigacha boraman. Hurmatli prezident, bu narsalarda Andijondagi ishlarda o'zingiz nazorat qilmasangiz, hamma yoq buzilib ketgan. Menda o'xshagan oldanib sarson bo'lib yurgan odam ashuncha prokuraturaning oldida. Tergovchilar prokuratura ruxsat bersa qo'zg'atamiz deydi. Kecha mana jinoyat ishini qo'zg'at deb viloyat prokurori topshiriq qildi. 16-bo'lim jinoyat ishi qo'zg'atib turib tergovchiga berdi. 15 kundan beri birov chaqirgan yo'q u odamni. Bunga ishonch yo'q. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasi prokurori Nigmatulla Yuldashev adolat qaror qabul topishi yo'lida meni murojaatlarimni hammasini respublikaga olib kelib nazorat tartibida bir o'rgan bering. Bu ham bo'lmasa o'sha men bilmadim. O'sha davlatga o'sha ishonch qolmaydi. Davlatga ishonch qolmaydi. Bu qonunda, televizorlarda, ijtimoiy tarmoqlarda korrupsiyaga qarshi boshqa adolatsizliklarni prezidentimiz gapi qayerga ketadi? Xolis ko'rish, xolis qarash, murojaatlarni inobatga olish degan gaplar qayerda? Havoda ketyaptimi yo qog'ozda ketyaptimi? O'rgan beringlar, men sizlardan pul so'ramayapman. Qonuniy o'rgan beringlar deyapman. Haq bo'lmasam aytsin, men kreditni oldim, qoplab oldim. Ijrochi atay yo'q ekan. Soat minutigacha aytib berdim tekshirishini.
Kecha respublika majburiy ijroga kirsam, iqtisodiy bo'lim xodimi shug'ullanadigan, ijrochi 20 minut kech qolsa nima bo'pti deyapti. Sizlarga mas'uliyat bo'yningizda katta. Salkam 40 million odamni hamma ishini majburiy ijroga kelib tushgan ishiga mas'ulsizlar. Prokuratura xodimlari prokuratura yo'nalishiga mas'ul, ichki ishlar yo'liga mas'ul xodimsizlar. Sizlarga keng yo'l ko'p qo'yganligi uchun hech kim ishtima demayapti, hamma sarson bo'lib qiylanib dod deb yuribdi ijtimoiy tarmoqda ham, boshqada ham. Bu narsani yakuniga yetish kerak, ko'rish kerak. Qa'danligini o'rganish kerak. To'plagan bilan go'rgab ketami uni to'plab. Nasib qilsa yeydi, nasib qilmasa uchib ketadi qayerga bo'lsa ham. Hurmatli O'zbekiston Respublika Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, sizdan iltimos qilaman. Buni siz o'zingiz nazoratingizga olmasiz. Buni hech kim hal qila olmaydi ekan. Bu yerda katta o'yin, katta nima bor ekan. Endi manaqa deb aytsam, noto'g'ri bo'lib qolmasin, o'zingiz surishtiring. Bu qilayotgan ishlar bitta menga emas, bu davlatimiz qonuniga, davlatimizga qarshi odam qilyapti deb bilaman. Bu mendan boshqasiga ham qiladi, kerak bo'lsa davlatimizga ham qiladi, yana boshqa odamga ham qiladi, kim qilayotgan bo'lsa ham. Hurmatli prezident, prokurordan so'rang Andijon viloyatidan nima sababdan ko'ra olmayotganini aytib beradi. Menga aytmaydi, boshqasiga aytmashi mumkin. Sizga aytib beradi obязательно. Hurmatli prezident, buni surishtirib hal qilib bermasangiz bo'lmaydi. Bitta ikkita oila rasvo o'sib ketishi mumkin. Men o'zimiz zo'rg'a bosib yuribman. Kechanda ham prokuraturada benzin olib kirib yaqar edim. Lekin respublika prokuraturada qabul bo'limida Baxtiyor aka yaxshi odam ekan. Shunday bo'lgan holatda Andijon viloyati prokurori qabulini tashkil qiladigan Hamzaxonga shunday aytdi. O'rnida o'zingiz mulkingiz bo'lsa nima qilardingiz dedi. Men xursand bo'ldim. Toshkentda adolat bor. Respublika prokurori Nigmatulla Yo'ldashev deylami, viloyat prokurori qo'l qo'yib bermaydi hech qachon. Qo'l qo'yib bersa, olib kelsam, o'zlarini xatosi shunday suvni betiga chiqib qoladi. Shuning uchun majburiy tarzda nazorat tartibida o'rganish uchun olib o'rgan beringlar. Qo'l ostida xodimlarning ishini hosilini ko'rasiz. Qanchaligini. Iltimos qilaman, bu g'alvalardan charchadim, ammo ozgina qoldi. Hal qilib bersanglar, hal qilib beringlar. Hal qilib bermasanglar bo'lmaydi. Yaxshi bo'lmaydi. Iltimos qilaman, qonuniy hal qilib beringlar. Jinoyatga qo'l urishga majbur bo'lib qolmaylik. Iltimos qilaman sizlardan, hurmatli rahbarlar. Qonni ochman, qonni to'xta, nima ishi bor degan maqol bo'lmasin. 30 yildan oshiq men qonuniy emchishi ochib, davlat ishlarida ishlab, soliqlarini hamma yo'g'ini to'lab kelganman. Tekshirmagan yeri qolmadi prokuraturani. Hurmatli prezident Shavkat Miromonovich, buni o'zingiz nazoratingizga olmasangiz, respublika prokuraturasiga necha martalab kirdim. Andijon viloyatiga yozgan arizalar bu tiqilib yotibdi. Sizning nomingizga yuborilgan arizalar prezident portali veb-sayti orqali shunday Mamadaliyev ozodlik mufi desa to'lib chiqadi ashitdi. Birortasi qonuniy o'rganilmagan, 100% birga bir javob beraman. Qarorlar bilan shunday ko'rmagan murojaatimdagi o'rganilmagan narsalarda bir tomonlama ko'rilganligini isbotlab bera olaman. Nazoratga olib viloyat prokuroriga qilgan ishlarini bir o'zingiz so'rab ko'ring. Muhtaram prezident Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos qilaman. Endi yurtimiz boshlig'i, rahbari sizsiz. Siz qilayotgan ishlaringizni qo'llab-quvvatlayman. Xalq uchun oshkoralikda hamma yo'lga qo'yyapsiz. Lekin kimlardir bu narsalarga to'siq bo'lyapti. Bu ham mayli yakuniga yetib qolar, o'rganib bir o'z isbotini topib qolar.
Mayli, e'tiboringlar uchun rahmat. Ertaga yana chiqish qilaman. Bu narsa bo'yicha tergovchilar cho'zib, o'yin qilib, 16-bo'lim shu Dilshodbek nazoratiga olgan, bu narsani tekshirishiga yo'l qo'ymaydi deb bilaman. Yo'l qo'ymayapti ham, yo'l qo'ymaydi deb bilaman. Prokurorni topshirig'i bilan qo'zg'atdi, lekin tergovchilarga "Menday qilasan" deydi, ishni yopadi baribir. Ishonch yo'q. Hurmatli Prezident Shavkat Miromonovich, O'zbekiston Respublika prokurori Nig'matullo Yo'ldashev bu ishlarga, prokuraturadagi ishlarni qonuniy ketishiga siz mas'ulsiz. Sizga murojaat qilyapman, prezidentimizga murojaat qilyapman. Murojaatimni inobatga olib ko'rib beringlar. Men sizlardan qarz so'ramayapman. Qonun bo'yicha so'rayapman. Iltimos qilaman. Rahmat e'tiboringlar uchun.